Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Bugun Xudo xolasa video syomkalarimiz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepa qishloqida olib boryapmiz. Akalar, hatta kuniga juma kuningiz xayrli va barakotli bo'lsin deya biz videolarimizni boshladik. 14-noyabr hatta kunimiz bahor juma 14-noyabr. Hurmatli obunachilar, bo'g'ozlarni bari o'ta zo'rlari ketdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bir boshdan bo'y bosdan o'lchab ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bugun shu qo'yda ham bir 50 ta, 100 ta, 200 ta apkalar ham Doniyorbek xonadoniga kelganmiz. Doniyorbek Jalolnaga, tuzimsiz charchamaysiz. Assalomu alaykum obunachilar. Tuzimsizlar? Bugunga Jalolnaga qo'yiladi, o'ta zo'r chiqadi. 2 partiya qo'y chiqaraman. Narxini o'ta arzonlatib beraman. Qirg'iziston 5 ga qo'yiladi, bir ko'rsating aka. Hurmatli obunachilar, qo'ylar ko'ringlar. Hammasi Xudo xolasa naqd bo'g'oz ekan. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylar ko'rish mumkin. Hammasi toza qonmasdan, toza Qirg'iziston bilet qo'ylari. Qo'yni joylari yo'qlardi. Hammasi zotlar qo'ylar. Hammasi bir joyda qo'ya. Bir joyda, bir aka qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, quloqda endi bayda taqib bo'lmaydi. Ayda dokumentalni o'tgan bu qo'ylar. Hurmatli obunachilar. Bular bayda soni nechta Doniyorbek? Sonni ham aniq bilmayman, aka, sana beraman, ha. 1 2 Bayda soni. Tashkil qilaman. Soni nechta bilmasangiz. 16 ta ekan. 16 dona ekan. Hammasi naqd bo'g'oz. Naqd bo'g'oz aka. Tishi ham yo'q, qari farisi. Qani, libo bittasi qo'lingizga kerak ham o'shan tanlamasdan o'shan. Ha, o'shan qani. Ha, metr demakkan o'sha. Hurmatli obunachilar. O, 4 kishi ekan. Bo'yini ham o'lchab beramiz. Ha, bo'yini ham o'lchaylik mana. Mana. Hurmatli obunachilar, mana yerdan mana chiqqani qolaveradi. Hurmatli obunachilar, qo'yimiz Xudo xolasa zo'r ekan. Ushab turib qani buni bir yelilarni ko'rsa kerak-ku. Kelinlar. Qo'ylarimiz hali qonchimadi mana. Hurmatli obunachilar, lekin naqd bo'g'ozi berish. Kecha yetib kelgan aka, charchag'i bor qo'ylar. Hali charchoq chiqmadi. Yana bir ikkitani o'shan, bir ikkitani ko'raylikchi. Afg'on sifat ekan, qo'yimiz. O'tda kelishgan narsa, yuzini ham qarang, nechta ekan? Hammasi 4 ta ekan-ku. Uka, metrda. Metrni ham o'lchab qo'yib, buni ham o'lchab qo'yaylik. Mana hurmatli obunachilar, bitta katta, bitta kichkinadan. Mana yerdan mana shuni olaverasizlar. Necha ekan? 85 kilo ekan qo'ylarimiz. Qo'ylarimiz o'ta chas, o'ta yo'voy, hurmatli obunachilar. Mana kechishini. Bitta qora o'yi bor Jalolnaga. Ha, bitta qora ekan xolasa. Qo'ylar hali charchoq chiqmabdi, hurmatli obunachilar. Doniyorbek buni endi masalan bir boshdan ko'rsatib o'tyapmiz-ku. Mana. Badani ham zo'r ekan. Bellarni ham keng qo'y. Bolani ham yaxshi beradi bular. Endi bir rezerv Xudo xolasa qo'ylar qochgan. 100% qochgan. Mana mashina ichini ko'rsatib qo'yaylik, uni ichi. Nechta? 4 ta ekan. Mana. Chiqarisi yo'q aka, tishi yosh qo'ylar. Chiqarib qo'yapman men. Tishi yosh. Buni ishlari yaxshi, sinovdan o'tdi aka. Sinovdan. Buni endi masalan hozir biz bo'g'oz deyapmiz, Doniyorbek bo'g'ozlarga tug'ishiga biz 100% garantiya beramiz-da. O'sha tomonga aytib qo'yish kerak. Bir xillar sotyapti. Endi odam har xil. Lekin buni Xudo xos bo'g'ozda berishgan. Bo'g'ozda berishgan aka bizga ham. Ha. Doniyorbek, endi bizda bir hozirda savdolashmaganmiz. Bitta narx aytdim, o'sha narxda qolamiz. O'tib beraman deyish bo'lmasinmi? Ha, bitta narx. 5 million 700 mingdan ketaveradi aka, bir joyda bo'lish narxi. Bo'lish narxi. Qayerga ichib o'tib beraman aka. Dastlabkasi qayerda u? Dastlabkiga Toshkentgacha, u yoqqa kelishilgan holda. Vodiydan so'raganlargacha. Beraman. Kelishamiz, telefon qilsan aka, uyga kelgan odamda aka biz xursand qilib jo'natamiz aka. Endi masalan Buxorodan, Samarqanddan so'raganlarga nima deysiz? Aka dastlabkani kelishamiz aka. Shu 5 million 700 dan ketaveradi. Agar borib ko'ramiz, lokasiyani tashlab beraveramiz. Bemalol aka, kelishaveradi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlari mumkin. Qo'ylar Xudo xolasa 5 million 700 ming so'mdan 16 tasi bir joyga. 6,5 milliondan kam sotmaydi aka boshqa. Ya qo'ylarimiz yangimiz, olsin. Qo'ylarimiz Xudo xolasa zo'r Doniyorbek, yaxshi hammasi. Lekin mashq qo'yimiz, nima ish qilib ketdi. Mashq qo'yib bo'lakcha qo'ygan. Afg'on sifat. 5 million 700 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentga do'g'ri. Toshkentgacha, u yoqqa kelishilgan. Kelishilgan. Lekin dastlabka qilib berasiz. Tushunmadim. Dastlabka qilib berasiz. Dastlabka qilib beraman. Lokatsiya bo'lsa bo'ldi. Hayır, bemalol. Bo'yini o'lchab bering, deysa tashlab beraverasiz o'lchab. Beraman aka.
Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz Namangan tumani Tepa. Kalla olgan odam aka 6 millionni olsa. 6 milliondan. 6 milliondan. Mana hurmatli obunachilar, mana rasa joyi keldi. Xudo xolasa qo'ylarimiz o'ta ideal. Vaqti zo'rlardan boqaman deganlarga bor mana qo'ylar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Ikkinchi partiyamiz qanaqalari bor? Ikkinchi parti puli yengillar aka. Puli yengillari. Valdan hurmatli obunachilar, o'tkazib bermasa ko'rishlar mumkin. Zo'rlari chiqadi yana. Hurmatli obunachilar, bularni to'g'risi qo'radan chiqargancha chars o'ta chars yovoy qo'ylari hurmatli obunachilar. Bayda soni 8 dona ekan, Doniyor. 8 ta aka. Bosh qorani suyak katta qo'y ekan. Mana suyali qo'ylar ekan-da. Bular azmaz yemni yengil yedirib turish kerak-da bu qo'ylarga. Doniyor, bularni bir ikkidan tishini ko'rsatib qo'yaylik. Sariqni ham och. Sariq ko'rsataylik chiqani. To'rttash. Voy, shisha ekan bu qo'y, hurmatli obunachilar. Shisha. Buni ham ko'rsat. 4 tishga, xudo xolos olavergan hurmatli obunachilar. Qoralarni ko'rsat. Qoralarni ko'rsataylik. Shak. Emas 4 shisha ekan. Mana hurmatli obunachilar, bularga yem berish, qarash kerak, mehr kerak xolos. Endi kimdir Yem talab aka bular. yem bermasangiz bu qo'ylar foyda qilmaydi hurmatli obunachilar. Yem bergan odam xudo xolos yetaveradi. Yaxshi qarasangiz, yaxshi foyda qilaverasiz. Hurmatli obunachilar. Doniyorbek, ular bitta narxi aytdi. Bo'ladigan narx. 4 million 400 dan ketaveradi aka. 4 million 400 ming so'mdan. Kishi ham yosh aka, qari qo'ymas. Hammasi mana hurmatli obunachilar. Dastlabkasi Toshkentga do'g'ri. Toshkentgacha aka. U yoqqa kelishilgan holda. Dastlabki qilib berasiz aka. Dastlabki qilib beraman aka. Mana hurmatli obunachilar, bo'yini o'lchab bering uka. Mashina menga ko'rsatib, netkalashsa, xudo xolasa. O'lchab beraveraman aka. Valloh. Kelib ko'rishsa ham bo'laveradi aka. Lakasini tashlab beraman. Lakasini tashlab beraman. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.